Abdualibek mana nima kelgan bilasiz? Bu konsertga taklif qilaman sizga. Bunga konsertga tushasiz. Mana men buni olingda, bunga normalniroq komanda oling o'zingizga. Bolalarni yig'ing. Unga normalniy ideya sotib olib, ijod qilishni boshlaysiz. Unga normalniy ideya sotib olib, o'zimni tiklab oling. Ha, o'zingiz tiklab oling. Men bunga ozgina ust-boshiga qarab keling. U oddiy konsert emas. Bo'lmaydi. Ya, bo'lmaydi bu. Lekin taklifnomani qaranglar yaqinlar. Hammasi shunaqami? Hammasi shunaqa. Dollardan baland. Shunaqa ekan, tasavvur qilinglar. Hamma drujba. Ya, buni bir donasini bersangiz, valyutchilarga 1 pochka dollar berasiz. Mana bir donasini berasiz. Pochka dollar. Ha, bu kursi balandmi buni? Yo'q. Yangi kurs chiqdi O'zbekistonda yaqinlar. Elton Coin. Xullas yaqinlar 17-chi, 18-chi, 19-chi hamda 20-chi may kunlari Istiqlol san'at saroyida soat 19:00 da Elmurod Haqnazarov, Erik Haydar hamda Elton Ferganskiy Jigar nomli konsert dasturi bilan sizlarni xursand qiladi. Biz o'sha yerda bo'lamiz. Qachon? 4 kunda ham bo'lasiz. 4 kunda ham bo'laman. Bo'ldi, majburmanmi? Ha, majbursiz, bo'ldi. Bron qilganman-ku. Bo'ldi, dijur o'sha yerda bo'lar ekanmiz. Xullas yaqinlar biletlarni mashg'ulot bo'yicha aytibdan olamiz. Biz o'sha yerda bo'lamiz. Siz ham keling. Bir pochkasiga mittalar komandasi bilan sotib olasiz, keling.